Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Men topograf Geodezis Alisher Xurramov bo'laman. Sizlarga Genesis priborlari va ishlash prinsiplari bo'yicha video darsligimning ikkinchi qismini videoga olib turibmiz. Shahardan tashqariga chiqqanimizda bino inshootlar uchun yerlar, qazishlar tayyorlanishi uchun Genesis qurilmalari bizning ishimizni juda yengillashtiradi. Bilganlar uchun takrorlash, bilmaganlar uchun esa yana bir yangi bilim o'rganish hisoblanadi. Genesis priborlarni bazani noldan yig'ib ish holatiga keltirishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rasiz. Bu shtativimiz hisoblanadi. Bizda ma'lum bir reper bo'lishi kerak baza ustanovka qilish uchun yoki mutlaqo yangi joyga borgan bo'lsangiz o'zingiz uchun mana shunaqangi bir joy belgilab olishingiz kerak bo'ladi. O'zi repersiz ishlash mumkin emas, lekin majbur bo'lgan holatlaringizda bu shtativimizning oyoqlarini ochib olamiz. Ko'rib turganingizdek. Oyoqlarni shu shaklda ochib oldik. Endi uning oyoq qismlarini bosib chiqamiz. Ya'ni bu shamolda yoki boshqa holatlarda yiqilmaslik uchun bu bazamiz hisoblanadi. Uni triggerga qotirilgan bo'ladi. Bu yerda urveni bor va ostki qismida tagida turgan reperimizni ko'rish uchun maxsus optik qismi ham bor. Endi uni olamizda markazga qotiramiz. Albatta bir qo'limiz bilan ushlab turishimiz kerak, chunki qo'limizdan tushib ketadigan bo'lsa shikast yetishi mumkin priborimizga. Ost qismidagi muruvvatini qotiramiz. Mana bu qismdagi urvini markazga olishimiz kerak bo'ladi. Tekis holatda turish uchun bu orqali mana bu yon tomonlardagi murvatlar orqali ham to'g'rilasak bo'ladi. Ikkita buraluvchi qismi ichkariga yoki tashqariga, bitta qismi ularga teskari holatda buralishi kerak bo'ladi. Hozir mana bu urvinni o'rtaga olib kelish uchun ikkita qismni ichkariga buradim. Taxminan o'rtaga keldi. Endi mana bu qismni o'zimga qaratib ichkariga qaratib buradigan bo'lsak, markazga tomon intiladi. Ya'ni shu yo'nalishini bilib olsangiz, ancha tez ustanovka qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Mana urvinga oldik deyarli markazda va mana bu qismda optik qismdan qarab markazda turgan yoqni ko'rishimiz ham kerak bo'ladi. Markazda turibdi bu yoq ham. Endi buni ozgina aylantirib metr bilan yer orasidagi farqni o'lchash uchun qulay joyga keltirib qo'yishimiz kerak. Mana bunaqangi shtativning orasiga to'g'ri kelib qolsa o'lchash jarayoni qiyinlashadi. Murvatini qotirib qo'yamiz. Bir daqiqa. Va metr bilan agar reperimiz qoziqqa mahkamlangan bo'lsa, qoziqgacha o'lchaymiz. Yoki yer bo'lsa, yergacha masofani o'lchashimiz kerak bo'ladi. Bu 87. Bu o'lchash nima uchun kerak bo'ladi? Baza ustanovka qilayotganimizda o'sha uzunlikda kiritishimiz kerak bo'ladi. Priborimiz ish holatiga tayyor. Telegram kanalimda kuzatib oling.